Assalomu alaykum hammaga. Shovaqqa sof ketib berdik. Akrildan bo'ldi serisi 8 million so'mga bitdi, xudo xolasa. 8 million so'm ichida texnikasi kirmaydi, gazi, timoxod, xolodilnik kirmaydi, moykasi, kuxonning o'zi. Ustlari 2 etaj bo'ldi, original qo'llab, poni 100% puha bo'ldi. Timoxodlardan poni ustanovga yetib, ulab sotga chiqarib berganmiz. İşte 2 etaj xolodilnikda ham zazorlar xudo xolasa 00 keldi. Barini ulab, poni 100% hamma eshiklarni do'chi qilib berganmiz. Tak stoleshnicasi iranskiy stoleshnica bo'ldi, 3,5 santimetrlik. Plyontuslari poni ustanovga yetildi, germetiklanib, bez zazor xudo xolasa. Pastlar ham 2 etaj bo'ldi. Gazlar ham beraj ustanovga ishlatsa bo'ldi. Bez zazor. Tortmalar ham ponni davut shikli bo'ldi. Moykalarni ham akkuratni etib ulab berganmiz. Suv filtr qo'yaman desam ham berga ponni siyadi xudo xolasa. Moykasi eng so'nggi moykadan qo'yildi, full moykalar. Hamma funksiyasini ishlatib yog'ib berganmiz. Shunday sifatli ishlatar bo'lsa o'zimizga Alloh jonlar qo'llangancha chiroyli taxlab beramiz.